Navbatdagi o'rindiq jarayonimiz Farg'ona viloyatidagi Chimyon Damores xatgohining yonginasiga joylashgan. Bu ko'rkamgina shinam uchastkani avtomatika darvozasi hamda yoniga kaltkasi bilan birgalikda o'rnatib berganmiz. Avtomatika darvozamiz eniga 3, bo'yiga 370 bo'lgan, kaltkamizga esa 1 metrga bo'yi 370 bo'lgan. Mana ish jarayonimiz bitta. Ochib yopishlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Ichkaridan ko'rinish holati, tashqaridan ham hozir ko'rsatib. Yopishlari bu tashqaridan ko'rinish holatlari. Sizga shunaqangi sifatli avtomatika darvoza haqida ma'lumot kerak bo'lsa yoki narx-navolar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, ekran pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin yoki ushbu avtomatika darvoza